Tabiiyki, har bir ayol o'z go'zallik va yoshligini umrbod saqlab qolish haqida orzu qilishadi. Ushbu rolik ayollarimizni e'tiboridan chetda qolmaydi. Chunki bu rolikda doimiy yoshlik va go'zallikni saqlashni ilmiy jihatlarini yoritib beraman. Keling yoshligimizni saqlab qolish uchun teri qarish jarayoni va uning sabablarini ko'rib chiqamiz. Teri qarishiga ikki xil omil ta'sir ko'rsatadi. Ichki omillar hamda tashqi omillar. Ichki omillarga biologik qarish deb ataladi. Bular organizmni o'zida kechayotgan jarayonlar bo'lib, ularni tabiiy yoki genetik qarish deb ham atash mumkin. Har bir inson terisi qanday qarishini genetika belgilaydi. Barchamiz bilgan kollagen va elastin terining mustahkamligi va elastikligini ta'minlaydi. Kollagen va elastin miqdori esa genetik omillarga bog'liq bo'ladi. Ba'zi oilalarda ajinlar kechroq paydo bo'ladi, ba'zilarida esa erta. Agar rolikni oxirigacha tomosha qilsangiz, genetika ham sizni qarita olmaydi. Organizmdagi gormonlar ta'siri ham qarish jarayoniga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Agar sizda estrogen, progesteron va o'sish gormonlari kam bo'lsa, siz qarish jarayoniga tezroq kirib borasiz. Normal holatda organizmda ushbu gormonlar yosh o'tishi bilan kamay boshlaydi va qarish jarayoni boshlanadi. Ayniqsa menopauza davrida ayollarda estrogen pasayishi tufayli teri yupqalashadi, quriydi va elastikligi yo'qoladi. Gormonlardan tashqari hujayralarimiz regeneratsiya jarayoni ham sekinlashishi mumkin. Yosh o'tishi bilan terini o'z-o'zini tiklash qobiliyati sustlashadi. Odatda yoshlikda hujayralar har 28 kunda yangilanadi, lekin yoshi ulg'aygan sari bu jarayon 40-50 kungacha cho'ziladi. Natijada teri xiralashadi, ajinlar va pigment dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Va qarish jarayoniga eng ko'p ta'sir qiladigan moddalardan biri bu shakar. Qand miqdori yuqori bo'lgan oziq-ovqatlar teridagi oqsillar, kollagen va elastin bilan reaksiyaga kirishadi. Ularni qattiqlashishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon glikatsiya deb ataladi va terini egiluvchanligini pasaytiradi. Natijada ajinlar paydo bo'ladi. Endi esa qarish jarayoniga tashqi omillarni ta'sirini ko'rib chiqamiz. Tashqi omillarni qarish jarayoniga ta'sir ko'rsatishi ekzogen qarish deb ataladi. Tashqi muhit ta'siri tufayli yuzaga keladigan qarish jarayoniga turli xil fiziologik omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bularga quyosh nuri ta'sirida qarish, atrof muhitning ifloslanishi, yomon odatlar va noto'g'ri turmush tarzi sabab bo'ladi. Ultrabinafsha nurlari kollagen va elastinni parchalaydi. Bu esa ajinlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Melanin terini turg'unligini ta'minlab tursa, ultrabinafsha nurlar esa melaninni chiqarish jarayonini buzadi. Natijada pigmentatsiya va dog'lar hosil bo'ladi. Quyosh nurlari erkin radikallar ishlab chiqaradi. Ular esa hujayralarga zarar yetkazadi va terini tez qarishiga olib keladi. Quyosh nurining teriga bo'lgan ta'siri qarish jarayonidan ko'ra yomonroq holatlarga olib borishi mumkin. Aynan teri raki bo'lgan melanoma quyosh nuri ta'sirida rivojlanadi. Shuning uchun terimizni quyosh nuridan himoyalash maqsadida har xil SPFlardan foydalanishimiz zarur. Havo ifloslanishi va toksinlar teri qarish jarayonini shiddatli darajada kuchaytiradi. Shaharlarda yashovchi odamlarning terisi qishloq joylarga nisbatan tezroq qarish kuzatiladi. Havoda chang, tutun va og'ir metallar terining oksidlanishiga olib keladi. Natijada teri rangi o'zgaradi. Ajinlar va erta qarish belgilari paydo bo'ladi. Zararli odatlar bo'lgan chekish va spirtli ichimliklar terini qarish jarayonini 50% ga kuchaytiradi. Sigaret tarkibidagi nikotin qon tomirlarini toraytiradi. Natijada teriga kislorod va oziqa moddalar yetib borishi kamayadi. Bu ajinlarning erta paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Alkogol tanani haddan tashqari suvsizlantiradi. Terining elastikligini kamaytiradi va yallig'lanish jarayonini kuchaytiradi. Sog'lom organizmingizni va chiroyli teringizni umrbod saqlab qolishni xohlasangiz, yomon odatlardan uzoqroq yurishingiz kerak.
Noto'g'ri ovqatlanish va vitamin yetishmovchiligi nafaqat qomatni o'zgarishi, balki qarish jarayoniga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Fast food va yog'li, qandli mahsulotlar ko'p iste'mol qilishi glikatsiya jarayonini kuchaytirib yuboradi. Vitamin C va E yetishmovchiligi erkin radikallarni teri hujayralariga zarar yetishiga olib keladi va qarish jarayoni tezlashadi. Turli xil yog' kislotalari tanqisligi terini qurishiga va ajinlar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Uyqu yetishmovchiligi va stress qarish jarayoniga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Albatta kuchli, chunki uyqu yetishmovchiligi natijasida melatonin gormoni kamayadi. Melatonin o'zi nima? Melatonin insonni uyquga tayyorlaydi va uyquni tartibga soladi. Melatonin antioksidant xususiyatlarga ega, ya'ni erkin radikallarni neytrallaydi va qarish jarayonini sekinlashtiradi. Immunitetni mustahkamlaydi, virus va infeksiyalarga qarshi kurashishda yordam beradi. Gormonal muvozanatni bir tekisda ushlaydi. Boshqa gormonlar, jumladan o'sish gormoni va kortizol bilan muvozanatni saqlaydi. Melatoninning eng muhim vazifalaridan biri saratonni oldini olish. Ba'zi tadqiqotlar melatonin saraton xavfini kamaytirish mumkinligini ko'rsatgan. Shunday ekan, organizmimizga melatonin ishlab chiqarilishi juda muhim. Melatonin ishlab chiqarishiga ta'sir qiluvchi bir nechta omillar bor. Ba'zilari melatonin ishlab chiqarilishini kuchaytirsa, ba'zilari susaytiradi. Melatonin ishlab chiqarilishini oshiruvchi omillarga qorong'ulik kiradi. Qorong'uda, ya'ni tunda melatonin ishlab chiqarilishi eng yuqori pog'onasiga chiqadi. Qorong'ida yoki dim yoritilgan xonada bo'lish, sog'lom uyqu rejimi, kechqurun barqaror uyqu vaqti melatoninni yaxshi ishlab chiqarishiga yordam beradi. Magniy va triptofan melatonin ishlab chiqarilishiga yordam beradi. Bu moddalar yong'oq, banan, tuxum va sut mahsulotlarida juda ham ko'p. Kun davomida ko'p harakat qilish va sport bilan shug'ullanishlik tunda melatonin miqdorini oshishiga yordam beradi. Melatoninning kamaytiruvchi omillar biz uzoq ketolmaydigan telefon va kompyuter nurlari. Bular melatonin ishlab chiqarilishini bloklaydi. Stress gormoni bo'lgan kortizol melatonin ishlab chiqarilishini pasaytiradi. Agar o'zingizda melatonin yetishmovchiligini sezsangiz, ya'ni uyqu buzilgan bo'lsa, quyidagi usullar yordam berishi mumkin. Yorug'lik va qorong'ilikni nazorat qilish, kechqurun xonani qorong'u qilish, telefon va kompyuterni uyqudan 1-2 soat oldin o'chirish yoki oziq-ovqat orqali melatonin olishimiz ham mumkin. Quyidagi mahsulotlar triptofan va melatonin manbalaridir. Yong'oq, bodom tabiiy melatonin, banan, olcha serotonin va triptofanga boy. Tuxum, sut mahsulotlari triptofan va kalsiy manbalaridir. Biz teri parvarishi orqali qarish jarayonini anchagina pasaytiramiz. Bu uchun nimalar qilish kerak? To'g'ri kosmetik vositalarni tanlash, SPF 30 va 50 dan kam bo'lmagan quyoshdan himoya vositasini har kuni ishlatishimiz zarur. Yuqorida aytib o'tilganidek, quyosh nurlari terini 80% ga yaqin qarishiga sabab bo'ladi. Hatto bulutli kunda ham, qishda ham, yomg'irda ham himoya kremi surtish shart. Va retinoidlar, ya'ni retinollar ajinlarni kamaytiradi, kollagen ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. Men retinoidlarni kechasi qo'llash va quyoshdan himoya bilan birga ishlatishingizni maslahat beraman. Va gialuron kislotasi bilan terini namlantirib turishimiz zarur. Namlik yetishmovchiligi ajinlarni erta paydo bo'lishiga olib keladi. Retinoidlar qarishga qarshi qanday ishlaydi? Hujayralarni yangilaydi. Terini o'zini o'zi tiklash jarayonini tezlashtiradi. Kollagen ishlab chiqarishni oshiradi. Ajinlar va elastiklik yo'qolishini kamaytiradi. Pigmentatsiyani kamaytiradi. Quyosh dog'lari va yosh dog'larini yo'q qiladi. Teri yuzasini silliq qiladi. Mayda ajinlarni tekislaydi.
Bulardan tashqari iste'molimiz tarkibida C va E vitaminiga boy bo'lgan mahsulotlar qarish jarayonini kamaytiradi va organizmni yoshartiradi. C vitaminiga boy mevalar, sitrus mevalar, apelsin, mandarin, limon, kivilardan C vitaminlarini ko'proq olishimiz mumkin. Sabzavotlarda esa C vitamini qizil va yashil bulg'or qalampiri, brokkoli, gulkaram, petrushka, ismaloq, pomidorlarda eng ko'p uchraydi. E vitamini esa o'simlik yog'larida zaytun yog'i, kungaboqar yog'i, bodom yog'i, bug'doy yog'i, avokado yog'i, yong'oq va urug'larida, bodom, yer yong'oq urug'larida, ko'kat va sabzavotlarda, ismaloq, brokkoli, qovoq urug'lari va avokadolarda eng ko'p uchraydi. To'g'ri ovqatlanish va suv balansini saqlash yosharishga anchagina yordam beradi. Sog'lom yog'larni iste'mol qilish omega 3, omega 6 yog' kislotalari teri elastikligini oshiradi, qurishini oldini oladi. Manbalari losos, yong'oq, avokado, zig'ir urug'i, zaytun yog'larida eng ko'p bo'ladi. Antioksidantlarga boy mahsulotlar yeyish qarish jarayonini kechiktiradi. Kollagen ishlab chiqarilishini rag'batlantiruvchi ovqatlar iste'mol qilish, suyak sho'rvalar, tuxum, baliq, sitrus mevalar, yashil sabzavotlar tabiiy kollagenlar manbalari hisoblanadi. Bundan tashqari ko'p suv ichish kuniga kamida 2-2,5 litr teri hujayralarini namlantiradi va ajinlar tushishini kamaytiradi. Sport va jismoniy faollik doimiy yoshlik demakdir. Yugurish, suzish, yoga, fitness bilan shug'ullanayotgan paytingizda qon aylanishi yaxshilanadi. Teriga kislorod yetib boradi. Teri oziqlangandan so'ng o'z-o'zini tiklash jarayoni kuchayadi. Mushak massasini saqlashga qilinadigan mashqlar umumiy yosh ko'rinishga ta'sir qiladi. Doimiy stress kortizol gormonining ko'tarilishiga olib keladi. Bu esa kollagen parchalanishini tezlashtiradi. Meditatsiya, nafas olish mashqlari stressni kamaytirishga yordam beradi. Zamonaviy kosmetologiyada yoshartirish usullarining turli xillari bor. Bularga jarrohlik usullari, botoks va fillerlar mimik ajinlarni yumshatish va teriga hajm berish uchun ishlatilinadi. Va hozirda qon plazmasi yordamida terini yoshartirish amaliyoti ham qo'llaniladi. Ba'zi bir joylarda ultratovush bilan yuzni tortish, yuz konturlarini tiklash va ajinlarni kamaytirish amaliyotlari olib boriladi. Hozirda lazer yordamida yoshartirish juda ham urfga aylandi. Bunda teringizni sezilarli darajada yoshartiradi, ajinlarni kamaytiradi. Lekin bular baribir tabiiy yosharishga yetmaydi. Sog'lom turmush tarziga rioya qilsangiz, sog'lom ovqatlanish tartibiga rioya qilsangiz, yuz massajlarini olib borsangiz, bu amaliyotlarning hech biri sizga kerak bo'lmaydi. Rolik foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, eng yaqin dugonangizga ulashib qo'ying. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.